Sobiq ittifoq davrida mashhur bo'lish, e'tibor markazida yashash va qonli hukumatning erkatoyiga aylanish uchun inson nimalardan voz kechishi kerak edi? Vijdonidanmi yoki eng yaqinlarining jonidan? Ayniqsa, u sharq ayoli bo'lsa. Oxirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarda shunday qattiq ayblovlarga duch kelyapmiz. Jadidlar birin-ketin otib tashlanib, qatag'on qilinayotgan bir paytda Tamara xonim sahnada xursand bo'lib o'ynab yurgan edi. U insonni kimdir o'zbek raqsini dunyoga tanitgan raqqosa deb eslasa, yana kimdir o'sha davr ayollarini zavodlardagi og'ir mehnatga haydovchi tirik targ'ibot vositasi deya xotirlaydi. Bugun biz shunchaki yuzaki tarjimai holni o'qimaymiz. Bugun biz mashhur raqqosaning ortidagi siyosiy o'yinlar va haqiqatlarni yetkazamiz. Ommaviy ahamiyatga ega insonlarni tanishtirishda sizning yordamchingiz men Kamoliddin Azzamov. Biz boshladik. Tamara Petrosyan yoxud bugun biz biladigan Tamara xonim 1906-yil 29-martda Yangi Marg'ilonda asli arman bo'lgan oilada dunyoga keladi. Otasi ish tashlash mitinglarida qatnashgani uchun bu yerga surgun qilingan jinoyatchi edi. Yosh Tamara o'zbek mahallasi muhitida e'tiqodli xalq orasida o'sdi. Qishloqqa kelgan sayyor sirk va san'atkorlarning chiqishlari bu qizaloqning qalbida san'atga bo'lgan olovni uyg'otadi. Ammo bu shunchaki bo'lgan emas. Faraz qiling, 20-asr boshlari Marg'ilon aholisi qat'iy islomiy qonun-qoidalar bilan yashaydi. O'sha davr musulmon sharqida ayol kishining sahnada chiqishi tugul, ko'chada yuzini ochib yurishi ham katta gunoh edi. Hamma ayollar qop-qora paranjiga o'ralgan bir paytda sahnada ochiq yuz bilan raqsga tushish qanday oqibatga olib kelishini tasavvur qilib ko'rish qiyin emas. Eng ozi bilan Toshbo'ron. Tamara 1918-yil bor yo'g'i 12 yoshida aynan shunday xatoga yo'l qo'ydi. Sahnaga chiqdi. Olomon orasida g'ala-g'ovur boshlanib, odamlar uni g'ajib tashlashga tayyor turganida Yusufjon qiziq Shakarjonov uning ustiga paranji tashlab, joniga oro kirdi. Ammo qizning ochiq yuz bilan raqsga tushishini mahalliy mutassiblar kechirishmadi. Bu sharmandalikning xuni uning otasining boshiga yetdi. Oilasini asrash va tirik qolish uchun Tamara tunda Toshkentga qochishga majbur bo'ldi. Toshkentda uning taqdiri qatag'on qilinish arafasida turgan jadidlar va teatr fidoyilari bilan tutashdi. U o'zbek teatri va qo'shiqchilik san'ati asoschisi bo'lgan mashhur xonanda Muhiddin Qoriyoqubov bilan tanishadi va turmush quradi. Aynan Qoriyoqubov uning iste'dodini professional sahnaga olib chiqadi. Unga butun dunyo eshiklarini ochadi. Evaziga nima olganini esa birozdan so'ng tushuntiramiz. Hozir esa boshqa mavzu. 1925-yilda juftlik Parijda chiqish qilishadi. O'z davrining jahonga mashhur raqqosasi Isidora Duncan Tamaraning raqsini ko'rib, umurtqalarini paypaslarkan, bu qizda o'zi suyak bormi deya o'z hayratini ifoda etadi. 1935-yilda Londonda u qirollik oilasi tomonidan yuksak mukofotlanadi. Endi esa eng muqarrar savolga kelamiz. Sobiq ittifoq tuzumi nima uchun barcha ziyolilarni qamoqqa tiqayotgan bir vaqtda Tamara xonimni bu qadar ko'klarga ko'tardi? Nima uchun unga butun dunyoni kezishga ruxsat berildi? 1927-yilda boshlangan hujum harakatini eslang. Hukumat sharq ayollarini eskilik sarqitidan qutqaramiz deb jar solardi. Ayollar paranjilarni olovga tashladilar. Ammo Qizil imperiya rostdan ham o'zbek ayollarining baxtini, erkinligini o'ylab bu ishlarni qilganmidi? Xomtama bo'lmang. Siyosat shafqatsizdir. Davlatga o'zbek ayolining ochiq yuzi emas, qurilayotgan ulkan zavod va fabrikalarda tinimsiz ishlaydigan tekin ishchi kuchi kerak edi. Ayollarni paranjidan xalos qilish, ularni hurriyatga chiqarish emas, balki qullik mashinasining bir murvatiga aylantirish loyihasining bir qismi edi, xolos. Tuzumga bu qullikni baxt deb sotish uchun chiroyli, tirik rams, reklama yuzi kerak bo'ldi. Bu vazifa esa Tamara xonimning gardaniga tushdi. Katta Farg'ona kanali 45 kunda qazib bitirilganligini eslang. Jaziramada tuproq yutib, guvala tuflab kanal qazgan yigitlarni chalg'itish va mehnatga undash uchun ham Tamara xonimni sahnaga tashlashgan. U tinimsiz raqs tushib, ruh berishga majbur qilingan. Endi esa eng muhim voqelikka e'tibor qarating. Tamara xonimni kashf qilgan, uni yulduzga aylantirgan o'z turmush o'rtog'i Muhiddin Qoriyoqubov va uning kabi yuzlab jadidlar qizil terror tomonidan qamalayotgan, qiynoqlarga solinayotgan va vahshiylarcha otib tashlanayotgan bir paytda u nima qildi? U
sahnada yuzda tabassum bilan o'ynashda davom etdi. O'z o'rnida haqli savollar yuzaga chiqadi. Nega uni ham otib tashlashmadi? Nega aynan Tamara xonimga teginishmadi? Chunki davlatga qonga botgan qo'llarni yuvish uchun go'zal bir sochiq kerak edi. Mana ko'ringlar, biz qotil emasmiz. Bizning tuzumimizda sharq ayoli shunday baxtli, shunday erkin deb butun dunyoga ko'z-ko'z qilinadigan yaltiroq, tirik qo'g'irchoq kerak edi. Tamara xonim xalq raqslarini professional sahnaga olib chiqqan daho san'atkor edi. U Ikkinchi jahon urushida frontda askarlar oldida o'q yomg'iri ostida xizmat qildi. Lekin biz uning hayot yo'li va tuzumning qonli rejimini tahlil qilib, bitta mudhish haqiqatni ko'ramiz. Totalitar tuzumda tirik qolish va yulduz bo'lish uchun iste'dodning o'zi yetarli emas. Tuzum senga hamma narsani berishi mumkin. Chet el safarlari, unvonlar, Londondagi qirollik e'tibori va butun dunyo shon-shuhratini. Faqat bitta narsadan tashqari. U sening yaqinlaringni jismonan yo'q qiladi va seni o'zining tilla qafasidagi sayroqi qushga aylantiradi. U hamma narsaga erishdi. Ha, faqat haqiqiy erkinlikdan tashqari.